shar'iy ma'nosi nima deyilgan edi deya aytgan paytimizda sizga bu qoida bo'lib, bundan keyin birinchi kundan boshlab ko'z oldingizda buni qoidasi turishlik kerak. Shunda aytildi, qarang, o'ziga xos tartibda, o'ziga xos qonun qoidalarda. Shuning uchun biz azonni o'zi O'zbekistonimizda to'g'rilaylik, saviyasini, muazzinlarning darajasini ko'taraylik deganligimiz, mana qonun qoida. Vaqtlar bor, alhamdulillah. Qonun qoidamiz bizda ko'p zaiflashib ketgan. Shu sababdan mana qonun qoidalarimiz, muazzinlikdagi qonun qoidalar ancha noqis bo'lib, zaiflashib qolganligi uchun ham bu darslar bugungi kunda alhamdulillah rahbarlar taraflaridan tashkil qilindi. Bundan keyin demak faqat e'tiborimiz bo'ladi azonni hukmlari va undagi qonun qoidalar. Demak men viloyatlarda butun borib kelib har bir muazzinni tanlab eshitib, shuncha kunlikda ularni taftish qilib, ularga quloq solib, mulohazalarni aytishligimiz o'z-o'zidan emas ekan. Hamma narsa nimaga borib taqalar ekan? Qoidaga borib taqalar ekan. Uni o'zining qoidalari bor ekan. O'shalarni qarang, endi birikmasida o'sha so'zlarni birikmasi va o'sha so'zlarni aytilishligini anglatadigan so'zga arab tilida birinchisi lug'aviy ma'nosi e'lon bo'lsa, bu ma'noda nima deyiladi? Shar'iy ma'nosi yoki termin ma'nosi deyiladi. Yuqorida aytdik, har biringiz bu holatga juda ham yaxshi e'tibor berishligingiz kerakki, biz bundan keyin aytadigan darslarimizda faqat mana shuni eslab turamiz. Nima deyilgan edi azonni ma'nosida? Ya'ni azonni shar'iy ma'nosi, termin ma'nosida nima degan so'zlar aytilgan edi? Demak, siz bu o'rinda shu xatolarni qilyapsiz, mana shu yerda shu xatolarni qilyapsiz, mana u holatda bu xatolarni aytdingiz deya biz sizga buni eslab turamiz. Bu umum o'sha ta'rifni biladigan bo'lsak, inshaalloh azonimizni bizga eng to'g'ri azon nima ekanligini, nimalarida biz ahamiyat berishligimiz kerak ekanligini inshaalloh siz barchangiz albatta bilasiz. Endi